Voy, Bruni plyonkasi bor ekan-u. Rasvo bo'ldi-yu. Hozir sizlar bilan jarayonni ko'rib chiqamiz. Ko'pchiligiga qiziq bo'lgan temalardan bittasi Bruni plyonka qancha yaqinlikdan karcher uringanda yirtilib qoladi degan narsani ko'pchilik bilmaydi. Hozir shuni sizlar bilan bitta test qilib ko'rmoqchimiz. Ya'ni bu narsa mijoz aybi bo'lmay qoladi mo'ykadagi holatga. Shuning uchun e'tiborli bo'lish kerak. Mo'ykaga kirganingizda обязательно 50 sm yoki 1 metr uzoqlikdan urgan Bruni plyonka bo'lgan deb aytinglar. Bo'lmasa mo'ykada bo'lgan holat uchun mo'ykachi ko'p holatda to'lab bera olmaydi. Ularni ham sharoitini to'g'ri tushunish kerak. Endi sizlar bilan bitta eksperiment qilib o'tamiz. Qo'limizdagi karcherga keladigan bo'lsa 210 mikron beradi, yoyilish darajasi 15 gradusli, ya'ni eng qisqaroq gradusda qo'yamiz. Endi bitta test qilib ko'ramiz. Qani qancha masofada yoyilar ekan. Taxminan hozir bu yarim metrda uryapmiz. Yaqinroq boramiz. Yana yaqinroq. O'zi masofaga e'tibor berasizlar. Bir qarashdan kamaydi. Yana yaqinlashtiramiz. Yana yaqinlashtiravering. Hali yirtilgani yo'q. Plyonkamizni karbid Bruni plyonkasini ishlatganmiz. 210 mikron. Mana shu yaqinlikda yana yaqinroq. Bitta rakurs tushab turamiz. Voy, mana qaranglar, Brunni bo'lganni. Mana shunaqa holat bo'ladi va bu holatda mo'ykachi aybdor bo'lmaydi. Sizlarning bo'yningizga tushib qoladi. Videoga qiziq bo'lgan bo'lsa, mana shunaqa videolarni o'tkazib olmaslik uchun bitta like bosib qo'yasizlar, kontentlarni kuzatib borasizlar.